Men 3-7 Bayon tabibdan mana shu doridan oluvdim. Aha. Olganimdan keyin qizim uchun oluvdim. Uyga bordim. Uyga borib, ozgina o'zim ichib ko'ray dedim. Qanaqa dori oldingiz? Nima muammo edi qizingizga? Qizimda arteroz bo'lib, bo'g'imlari ishib, og'rib, mana shunaqa bo'layotgandi. Xo'p. Keyin qizimga berishdan oldin o'zim ozgina ichib ko'ray deb, sinab ko'ray deb ichdim. Xo'p. Sinab ko'ray deb ichuvdim. Qo'limda rostdan men bu ozgina qo'lim ishib turardi. Bo'g'imim ishib turardi-da, sirazi ishganini qaytardi. Qaytarib, qanaqadir o'zimda yaxshi his qildim-da. Effektni topgansiz, to'g'rimi? Ha, effektini topdim-da, qanaqadir o'zimda yengil his qildim. Qizingizga qanaqa ta'sir qildi? Qizimga ham yaxshi, u ham ichdida. Oyi rostdan ham 2-3 ta ichganimni o'zida ancha yengil tortdim. Qanaqadir kayfiyatni ham ko'tarib, yengil bo'ldim dedi. Qanaqa dori ko'rsating? Mana shu rosa zo'r dori ekan. Yana kelib olib ketyapsizmi? Kelishga olish keldim. Yana bitta anaqa keniyimniki ham oyoqlari og'rib qoluvdi, ularga ham olib keldim. O'zim ham endi o'zimga ham olib ketmoqchiman. Xullas menga rosa yoqdi. Endi bir xil tabiblarga ishonmaysizlar, u bu deydi-yu, menga lekin o'zimga rosa yoqdi. Baraka topib bering endi. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatmisizlar? O'sha mashhur o'sha suyak yemirilish, artrit, polartrit, revmatizm, ko'ksar tiroz borlarga yordam berayotgan o'sha mashhur giyohimiz, mana bir opamiz yaxshi natija bilan kelyaptilar. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Yunusobod dehqon bozorida 3-7 Bayon tabib